بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Azizlar, bugun sizlar bilan inshaalloh taolo zakot haqida suhbatlashamiz. Nimaga endi aynan zakot haqida desangiz, Ramazon shunaqangi muborak bir oyki, Alloh subhanahu va taoloning marhamati shu darajada ko'p ziyoda bo'ladiki, Ramazonda qilingan bir farz amalga Alloh taolo 700 farzning savobini beradi. Qanaqasiga? Ramazonda qilingan bir farzga boshqa oyda qilingan 70 farz savobini beradi. Va bu oyda qilingan bir solih amal, o'zi umuman bir solih amalga 10 barobar Alloh taolo ajr yozadi. 70 ni ko'paytirsangiz qancha? 700 bo'ladi. Qolaversa, qodir bo'lgan, imkoni bo'lgan yor do'stlarimiz ham, vatandoshlarimiz ham nima qilishadi? Aynan shu zakotlarini Ramazon oyida berishga harakat qilishadi. Ko'proq ajrini olay, ko'proq mukofotni olay degan niyatda. Zakotni berishning hukmi nima? Nisobga ega bo'lgan inson bo'lsa va 1 yil to'lsa, u inson zakotni berishi unga farz bo'ladi. Xo'p, endi kimlarga farz bo'ladi desangiz, o'suvchi moli nisobga yetsa va 1 yil to'lsa unga farz bo'ladi. Zakotni kimlarga bermasligi lozim bo'ladi. Oldin kimga berishdan oldin kimga bermasligini tushunib olishimiz kerakda. Nimaga desangiz, hozir ham mana shu Telegramda zakot bersa bo'ladimi menga yoki kim falonchiga zakotini bersam bo'ladimi? Hozir kelgan SMS ham shunda turibdi. Zakotni kimga berib bo'lmaydi, shuni yaxshi bilib olishimiz kerak. Nimaga endi kimga berib bo'lmaydi degan savolga javob berishimiz kerak desangiz, noto'g'ri odamga berib qo'ysangiz, zakotingiz ado bo'lmaydi. Xo'p, avvalo insonlarni qismga bo'lib olamiz. Birinchisi, zakot berish farz bo'lgan inson. Buni tushuntirdim sizga. Ikkinchisi, zakot berish farz emasda qurbonlik qilish vojib bo'lgan inson. Bu inson kim desangiz, o'smaydigan moli nisobga yetsa, bu insonga zakot berib bo'lmaydi. Bu insonga zakot berib bo'lmaydi, balki bu inson qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. Xo'p, o'smaydigan mol nima desangiz, hojati asliyasidan tashqari bo'lgan narsalarni hisoblasa, oltin, kumush, tillo va shunga o'xshagan narsalarga qo'shsa, hojati asliyasidan tashqari bo'lgan narsalarni, u qancha bo'lyapti? Nisobga yetyapti. 64 millionmi deb e'lon qilindi bu yil. Nisobga yetyaptimi? Endi o'sadigan mol bo'lganda nisobga yetsa, 1 yil to'lsa, u inson zakot berishi vojib bo'lar edi. Faqat endi buni qo'ldagi nisob o'smaydigan mollari bilan bo'lyapti. Bunaqangi insonga qurbonlik vojib bo'ladi. Shariatimiz bu insonni zakot olishini joiz emas deydi. Xoh u akangiz bo'lsin, ukangiz bo'lsin, qarindoshingiz bo'lsin, unga bu zakotni bersangiz joiz bo'lmaydi. Hojati asliyadan tashqari bo'lgan narsalar nima? Misol uchun, birinchi o'rinda kiyim-kechaklarni tushunib olishimiz kerak. Shariatimiz yozga 3 sidra, qishga 3 sidra kiyimni e'tiborga oladi, hojati asliya deb biladi. Bahor fasli, kuz fasli degan narsa unaqangi to'rga bo'linmaydi shariatimizda. Undan tashqari kiyimlarini bozorga olib chiqib sotsa qanchaga ketadi? Misol uchun 500, xotinlarda bo'lsa ayniqsa juda ko'p bo'ladi. 1000 dollarlik kiyim bor. Hojati asliyadan tashqari bu. Bir. Ikkinchisi, uyda bezash uchun qo'yib qo'yilgan narsalar bor, suvenir narsalar bor. Xrustal, chinni, shu narsalarni chiroyli qilib qo'yib qo'yishadi. Hojat asliyadan tashqari bu. Katta monitor, televizor turadi. Hojat asliyadan tashqari. Nabiramga yoki o'g'limga deb olib qo'ygan yer bor. Ayniqsa bizda hozir yo'q, lekin boshqa joylarda, boshqa viloyat nimalarda, respublikalarda bor ekan, talon beradi. Uyda 4 ta farzandi bo'lsa, 4 ta farzandiga yer beradi 5 sotikdan. 5 sotikdan yer beradi. Endi u bolalar katta bo'lganda bolamga beraman deb otasi o'ziga olgan.
uni qo'lida 20 so'ta yer bor. Hojat aslidan tashqari. Uy qurganda uyni 6 xonali qilib qurgan. Bir xonasi o'zi turadi, bir xonasida farzandlari turadi, bir xonasi mehmonxona. Bo'ldi, 3 ta xona. Yoki bo'lmasa bir xonasida o'zi, bir xonasida o'g'illari, bir xonasida qizlari, bir xonasi mehmonxona, 4 ta xona bo'ldi. 2 ta xona ortiqchami? Shu 2 ta xonani puli nechi pul? $10,000. Bunaqangi inson shu zakot olishi joiz bo'lmaydi. Balki bu insonga qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Birinchisi zakot nisobi, ikkinchisi qurbonlik nisobi. Uchinchisi endi tilanmaslik nisobi. Tilanmaslik degani nima degani? Haligi insonni mol mulkini hisoblasa, ehtiyojdan tashqari bo'lgan narsalarni hisoblasa, nimaga yetmayapti? Nisobga yetmayapti. Qurbonlik ham vojib bo'lmadi. Lekin bu insonni bir kunlik yeyadigan, ichadigan narsasi bor. Bir kunlik qorni to'qlaydigan narsasi bor. Endi bu insonga tilanchilik qilish harom hisoblanadi. U masjid eshigining tagida tilanchilar turadi. E'tibor bersangiz, masjid eshigining tagida turadi o'sha. Nimaga aytsangiz, insonlar toatini, ibodatini qilib bu dunyodan uzilib Robbiga bog'lanib chiqyapti-da. Ulardan pul olishi osonroq bo'lar ekan. Ularning qalbi yumshab turgani uchun ulardan gadoychilik qilib, tilanchilik qilib pul undirishi osonroq bo'lar ekan. Endi agar ana shunaqangi tilanchilik qilayotgan insonga pul bersa bo'ladimi? Desa joiz emas. Chunki u gunoh ish qilyapti tilanchilik qilib. U uydagi narsalarni ko'radigan bo'lsangiz, bir kunlik emas, u 1 yillik narsani jamg'arib qo'ygan. U inson hech ham yeyishga, ichishga narsa topolmaydigan muhtoj odam emas u. Biznes qilib bo'lgan. Hatto muhtoj odam bo'lgan taqdirda ham bir kunlik yeyadigan, ichadigan narsasi bormi, u insonning tilanchilik qilishi harom, joiz emas. Endi siz o'shanga pul beradigan bo'lsangiz, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, gunohga yordam berish bo'lib qoladi. 'Alal ismi wal 'udwan. Endi haligi insonning gunoh ish qilishiga yordam berib qolganingiz uchun siz ham gunohda sherik bo'lib qolasiz. Uchinchi turdagi nima ekan? Tilanchilik qilish harom bo'lgan inson. To'rtinchi tur inson bor. Uni yeyishga, ichishga hatto bir kunlik ham narsasi yo'q. Yo'lda qolib ketdi. Ibn Sabil. Yoki haqiqatda shunaqangi tang ahvolga tushib qoldi. Bunaqangi insonga yordam berish, so'rashi joiz. Tilanchilik qilishi bu inson odamlardan yordam so'rashi joizdir. Tilanchilik qilishi joizdir. Oxirdagi shu ikki toifa inson. Biri bir kunlik yeyishga, ichishga narsasi bor. Bu insonni faqir deydi. Ikkinchisi yeydigan, ichadigan narsasi ham yo'q. Miskin deydi. Ba'zi ulamolar yo'q. Birinchisini miskin, ikkinchisini faqir deyishadi. Faqirga, miskinga tilanchilik, faqirga, miskinga zakot bersa joiz bo'ladi. Xo'p, endi zakotda yana bir muhim bo'lgan masala bor. U ham bo'lsa kishining o'ziga berish. Kishiga mana misol uchun pul bo'lsa, pulni qo'liga berasiz. Aka mana zakot deb. Tamlik deydi. Yoki bo'lmasa aka mana zakot yoki uka mana zakot deb bersangiz, haligi insonni g'ururiga tegadigan bo'lsa yoki olmaydigan bo'lsa, o'zi muhtoj, haqiqatda o'rni turibdi, berish kerak. Unaqangi bo'ladigan bo'lsa, zakot demasdan bersa ham, uka mana shuni olib qo'ying deb bersa ham bo'ladi. Ya'ni sizga yordam bo'lsin, sizga shu qarzi hasana bo'lsin deb boshqa nom bilan bersa ham bo'ladi. Maqsad berayotgan nima niyat qilyapsiz? Zakot niyat qilyapsizmi? Bersangiz bo'laveradi. Faqat tamlik shart. Bu bir. Ikkinchisi, aytaylik, falonchi haqiqatda zakotga muhtoj, lekin o'zi bu yerda emas. Yoki o'zi sizdan olishga uyaladi. Aytadiki, aka shu meni nomimdan zakot oling dedi. Siz o'sha muhtoj bo'lgan odamga emas, u odam jo'natgan odamga berishingiz joiz bo'laveradi. O'shani o'zini qo'liga olib borib berish kerakmi desa, yo'q. Aka mana shuni falonchini zakoti, falonchini zakoti olib qo'ysinlar deb, yoki falonchi berib yubordilar zakot ekan deb bersa, yoki falon jo'natganlar zakot olgani desa, bo'pti mana zakot deb bersangiz, boshqa o'rtadagi odamga bersa joiz bo'ladi.
Faqat buni nimaga aytyapman? Masjidga zakotni masjidni qurilishiga bera olmaysiz. Yoki bo'lmasam xayriya jamiyatini o'ziga zakot bera olmaysiz. Yoki yo'l qurilishi bo'lyapti, yoki maktab qurilishi bo'lyapti, yoki aytaylik shifoxona qurilishi bo'lyapti. U yerga zakot berib bo'lmaydi. Nimaga berib bo'lmaydi desa, u yerda tamlik yo'q. Aytdi muhtoj bo'lgan, faqir bo'lgan, miskin bo'lgan odam yo'qda. Odamga berish kerak. Endi shunaqangi holat bo'ladiki, masjidlar zakotni oladi. Ular qanday oladi? Masjid qurilishiga bermaysiz. Imom domla oladi. O'sha o'zi bilgan faqirga, muhtojlarga o'zi sizning nomingizdan nima qiladi? Berib qo'yadi. Yoki bo'lmasam xayriya jamiyati sizdan oladi va xayriya jamiyatga zakot kelsa bizga bering deb yozib qo'ygan insonlarga siz nomingizdan tarqatib beradi. Bu narsa joiz. Alloh subhanahu va taolo namoz aqimus sola, namozni qoyim qilinglar degandan keyin orqasidan va atuz zakat, zakotni beringlar degan. Zakotni beringlar deb buyurgan. Endi bu nima degani desangiz, namoz qanaqangi farz bo'lsa, zakot ham shunaqangi farz. Inson zakotga qodir bo'lib turib, zakot berishga qodir bo'lib turib, zakotni bermasa nima bo'ladi desa, o'sha oltinlari, o'sha kumushlari jahannamda qizdirilar ekan. Va bermagan insonga o'sha oltin, o'sha kumushi peshonasiga, badanlariga, yelkalariga qizdirib bosilar ekan. Mana o'sha sening nafsi zakotni bermagan, pulni jamg'argan oltinlaring, kumushlaring qani ol deydilar ekan. Jahannamda mushriklar zakotni bermaganlari uchun jazolanar ekan. O'zi mushrik Allohga iymon keltirmagan. Allohga iymon keltirmaganlar endi ularga azob ustiga azob bo'lar ekan, nimagasa ular aytar ekanki, shu biza azobimiz uchun zakotni bermaganimizga bo'lyapti deb o'ylab qo'yar ekan. Allohu akbar. Zakotni bermasa qiyomat kuni zaharli ilon shaklida kelar ekan. Zakot bermagan insonga zaharli ilon shaklida, ajdarho shaklida, ilon shaklida kelar ekan. Ajdarho deb katta ilonga aytiladi va u insonni o'rab olar ekan. Insonni, zakot bermagan insonni o'rab olar ekan. Va men sening o'sha zakotini bermagan molingman, zakotni bermagan tilloyingman, kumushingman deb insonni chaqar ekan. Shunaqangi azobli chaqar ekanki, u inson qayta chaqilaverar ekan, qayta azoblanaverar ekan, yana o'z holiga qaytib qolib, yana zaharlab chaqaverar ekan. Agar o'sha ilonning zahrining bir tomchisi dunyoga tarqatilsa, butun dunyoni insonni halok qiladigan darajada zaharli bo'lar ekan. Endi zakotini bermagan mol qo'ylar bo'ladi-ku. Endi mol qo'yda ham zakotini hukmi bor. U ham qanday desangiz, u mol qo'y agar uyda boqib sotaman deb olgan bo'lsangiz, uni pulidan zakot berasiz.
Mana uyingizda misol uchun 10 ta qo'y turibdi. Bozorga olib chiqib sotsangiz necha pulga ketadi? Har bittasi misol uchun $400 dan $4000 ketadi. Demak, $4000 hisoblab turib 40 dan biri $100 zakotini berasiz. Endi 400 ta qo'yni nima qilgansiz? Siz berib yuborgansiz adirga yoki toqqa berib yuborgansiz. Uning zakoti boshqacha bo'ladi. Agar uni zakoti berilmasa, qiyomat kuni u qo'y, u hayvonlarni oyog'ini tagida bosilar ekansiz. U qo'y sizni bosib u yoqqa o'tarkan, bu yoqqa o'tarkan yoki u mol sizni bosib u yoqqa o'tarkan, bu yoqqa o'tarkan, sizni oyoqlari bilan g'ijimlab tashlar ekan, jig'imlab tashlar ekan. Inson pul siratga kelganda uning o'sha markabni ustiga minar ekan. Minganda u markab aytarkanki, u hayvon aytarkanki, qo'rqmasdan chiqaver ustimga. Sen meni zakotimni bergansan, olib o'tib qo'yaman seni pul siratdan derkan. Agar zakotini bermagan bo'lsa, aytarkanki, halok bo'lgur derkan. Sen meni zakotimni bermading derkan. Alloh taoloning haqqini sen ado qilmading. Qanaqa qilib ustimga chiqyapsan derkan. Allohu akbar. Qiyomat kuni faqirlar Alloh taologa shikoyat qilar ekan: "Ey Robbim, bu boylar bizni haqqimizni bermadi. Boylar mol mulklarining ustidagi sen vojib qilgan zakotlarini, sen farz qilgan zakotlarni bermadilar" deb shikoyat qilsalar, Alloh subhanahu va taolo: "Men sizlarni jannatga yaqinlashtiraman. Zakot bermagan bu boylarni bo'lsa, jannatdan uzoqlashtiraman" derkan. Shunchaki insonlar vojib bo'lgan, farz bo'lgan zakotni bermaganlari uchun qiyomat kuni mana shu azobga mubtalo bo'lar ekanlar. Jannatdan uzoqlashib, jahannamga yaqinlashtirilar ekanlar. Alloh, Imom Daylamiy rahmatullohi alayhi aytarkanlarda Firdavsda: Alloh taolo namozni zikr qilgandan keyin orqasidan zakotni bekorga zikr qilmagan. Chunki zakotni bermagan odamning namozini Alloh qabul qilmaydi derkanlar. Subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo namoz bilan zakotni o'rtasini ayirmadimi? Aqimus sola va atuz zakat deb bitta zikr qildimi? Endi xuddi shunda sizlar ham namozlaringni o'qinglar, zakotni ham beringlar, sizlar ayirmanglar orasini derkanlar. Yana Imom Daylamiy naql qiladilar: qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo yetimni molini yeganga rahmat nazari bilan qaramas ekan. Alloh yordami bo'lmas ekanda, azob ustiga azob. Sehr qilganga Alloh rahmat nazari bilan qaramas ekan. Va eriga xiyonat qilgan ayolga, zinokor ayolga Alloh rahmat nazari bilan qaramas ekan. Zakotni bermagan insonga Alloh rahmat bilan qaramas ekan. Qarang, bu yerda sehr qilgan, eriga xiyonat qilgan, yetimni haqqini yegan, shu 3 ta toifani barobar kim kelyapti? 4-inchisi bo'lib zakot bermagan. Allohu akbar. Imom Tabaroniy Mu'jamul Awsatda, Imom Davlaviy Musnadul Firdavsda naql qiladilar: qaysi bir qavm zakotini bermasa, Alloh taolo ularni ochlik bilan sinaydi, ocharchilik keladi.
Ba'zi mamlakatlarda ko'rasiz, ya'ni dengizni bo'yida rivojlanishi, boyishi, o'sishi uchun hamma shart-sharoit borda, lekin inflyatsiya ustiga inflyatsiya. Qashshoqlik ko'payib ketaveradi, kambag'allar ko'payib ketaveradi. Nimaga desangiz, odamlar zakotini bermayapti dedi. Allah, Imom Muslim rahmatullohi rivoyat qiladilar o'zlarining sahihlarida. Oltin kumushini, zakotini bermagan insonni qiyomat kuni katta bir ilon qo'yar ekan. Og'zini ochib, orqasidan qo'yar ekan. U odam qochar ekan undan. Qochganda u ilon aytar ekanki, "O sen yerni tagiga saqlab qo'ygan oltin kumushlaring bor-ku, kel, ol uni mendan" der ekan. Haligi inson oxir qochib qutula olmasligini bilgandan keyin taslim bo'lar ekan. U katta ilonning og'ziga qo'lini tiqar ekan. Tilla kumushlari uncha turibdi-da, pullarcha turibdi. Qo'lini tiqqanda u ilon endi uni qo'lini parchalab tashlar ekan. Va bu jazo qayta bo'laverar ekan. Nimaga? Zakotini bermagani uchun. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem İbn Şuayb rahmetullah naql qiladi. Amr ibn Şuayb radıyallahu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemning yonlariga bir ayol qizi bilan birga keldi. O qizining qo'lida bilaguzuk bor edi, tillodan bo'lgan. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bu bilaguzukning zakotini berganmisan deb so'radilar. O qiz bo'lsa, yo'q, bermaganman dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem qiyomat kuni Alloh taolo bu ikki bilak uzukni ikkita o't qiladi. Ikki o't qilib qo'lingni kuydirishni istaysanmi dedilar. Shunda haligi qiz qo'ldagi bilak ikkalasini ham chiqardi-da, Rasulullohning yonlariga shundoq qo'yib, ikkalasini ham Alloh va Rasuli uchun berdim. Ikkalasi ham Alloh va Rasulininkidir dedi. Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar. Qarang, agar ayol kishi tillosining zakotini bermasa, agar u baldo bo'lsa, endi uni o'rda o't bo'lib kuydiradi qiyomatda. Agar u bo'yniga zanjir bo'lsa, u o'tga aylanadi. Agar bilak uzuk bo'lsa, u nimaga aylanadi? O'tga aylanib kuydiradi. Ayollarimiz, qizlarimiz aytishadiki, to'g'ri, mening tilloyim bor, kumushim bor, 100 gram, 120 gram chiqadi. Zakotini bergani pulim yo'q deydi. Yo'q, nimaga yo'q ekan? Bittasini soting, zakotini bering. O'zi sizning xatoyingiz buni uyda bunaqangi qilib saqlab o'tirish, tijoratga qo'yish kerak edi, muzorabaga berish kerak edi, musharakaga berish kerak edi. Mol mulkingizga baraka kirgizib, rivojlantirib, ziyoda qilishingiz kerak edi. Xato sizniki, uyda, sandiqda saqlab o'tirishingiz. Endi uni zakotini bermasangiz bo'lmaydi. Mana azob kutib turibdi sizni. Alloh asrasin. Ayol kishilarning tillo taqinchoqlaridan zakot berilganda qandoq hisoblanadi? 100 gram tillosi bo'lsa, 2,5 gram tillo lomni pulini berib yuboradimi? Yo'q. O'sha 100 gramlik tilloni bozorga ochib sotsa qanchaga ketadi? U izdeliyada. Izdelya. Lom emas. Izdelya sifatida bo'lganligi uchun agar lom bo'lganda 100 gramning puli aytaylik $4,000 bo'ldi deylik yoki $5,000 bo'ldi deylik. Izdelya sifatida qancha bo'lyapti? Izdelya bilan lomning o'rtasida yaxshigina farq bor. $6,500 bo'lyapti. Endi siz $6,500 dan zakotini berasiz degani. Alloh subhanahu va taolo bandasi zakotini berishi bilan nima qiladi desa, u molini
ko'paytirib qo'yadi. O'zi zakotning ma'nosi poklash deganida. Xuddi bir hayvonni so'yganingizda undan chiqsa 1 litr qon chiqadi. Badanida 10 litr qoni qoldi. Va u badanida 300 kilo go'sht turibdi. O'sha 1 litr qonning chiqib ketishi bilan u badanda qolgan 300 kilo go'sht va 9 litr qon nima bo'ladi endi? Halolga aylanadi. Agar uni so'ymasa nima bo'ladi? Butun boshli go'sht, butun boshli badan harom bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shundoq Alloh subhanahu va taolo ham 40 dan birini bergin deyapti, xolos. O'zi 40 ni bergan ham Alloh taolo sizdan o'sha 40 dan birini o'ziga qaytarib berishingizni istayapti, xolos. Va evaziga nima qilyapti? Sizni 40 ming dollaringiz 39 ming dollarga tushib qolyapti. Lekin barakasi bilan endi u ziyoda bo'lyapti. Va sizda qolgan 39 ming ham nima bo'lyapti? Halol bo'lyapti, baraka kiryapti. Zakot bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakot bilan hech bir mol kamaymaydi. Zohiran qaraganda 40 mingingiz 39 mingga tushib qolgandek bo'ladi, lekin aslida ko'payadi. Aslida rivojlanadi, ziyoda bo'ladi. Va unga baraka kiradi. Mol mulkni saqlaydigan narsa zakot berishdir. Hassinu amwalakum biz-zakati va dawu amradakum bis-sadaqati. Mollaringni, mol mulklaringni zakotini berib saqlanglar deyapti. Zakotini berib saqlanglar. Bemorlaringni bo'lsa sadaqa berib davolanglar deyaptilar. Subhanalloh. O'zi zakoti berilgan narsani Alloh saqlab qo'yar ekanda. Mana yaqinda Moskvada bo'lgan narsani aytib berishdi. Qisqasi o'sha yerga yaqin bir qishloqda Tojikistonlik yoshi katta bir ota qo'y boqar ekan. 200 tadir qo'yi bor ekan va ulardan 100 ta qo'y yo'qolib qolibdi. O 100 ta qo'y yo'qolganini ham 2-3 kun o'tgandan keyin bilishgan. Shunday qo'yimiz yo'qolib qoldi, duo qiling desa qo'shnisiga, bu nima xotirjam o'tirish debdi. Odam 100 ta qo'y yo'qotib qo'ygan, odam sarosimaga tushishi, tinmasdan izlashi, oqtarishi kerak-ku. Nimaga bunaqa xotirjam o'tiribsiz? Men zakotni berib qo'yganman debdi. Alloh taolo zakoti berilgan molni o'zi asraydi. Zakotni berganman. Va 3-kundan keyin ular sekin oqtarishni boshlashibdi. Bir kun oqtaribdi, 2 kun oqtarib, 3 kun oqtarib topilmasmish. Xuddi shunga o'xshab chechenlarda ham nimasi yo'qolib qolgan ekan, qo'y yo'qolib qolgan ekan. Keyin ular qo'yini oqtarib, etga borgan, betga borgan, bir oxirga borsa 100 ta qo'y kelib qoldi degan ekan chechenlarga. O'sha qo'y biznikimi ekan deb borsa, bu qo'ylar kichkinamaydi ekan, bizni qo'ylar bunaqa hisori qo'ymas edi, bular hisori qo'y ekan deb ketgan ekan. Keyin bu amakinikidanmikan, bu yerda ham qo'y boqadigan odam bor edi deb so'rab kelsa, u amakini o'zining 100 ta qo'yi yo'q. Keyin aytdiki, haligacha amaki biz falon qishloqqa borganmiz, o'sha yerda 100 ta qo'y borib qolibdi, bir borib ko'ring, sizning qo'ylaringiz emasmikan debdi. Borib qarasa, 100 ta qo'ydan 99 tasi turgan ekan. Bittasi yo'q xolos. Qolgan hamma qo'yi bor. Xudo bilan qaysi chuqurga tushib ketganmi yoki o'lganmi yo boshqa adashib yuribdimi? Uni qo'ylari adashib qolib, o'sha oxirga borib qolgan ekan. Deyaptiki, qarang qor aka deyapti-da. Haligi inson 100% xotirjamlik bilan men zakotini berganman, Alloh zoyi qilmay zakotini bergan molni deyapti. Va haqiqatda zoyi qilmadi ham. O'zi sarson sargardon bo'lib oqtarmadi ham. Qaytdan kelgan bir nimalar o'zini qo'yini oqtarib yurib, amakini qo'yini topib beryapti-da. Uyga kelib turib, amaki siz qo'yingiz yo'qolib qolgan ekan. O palon joyga boring, qo'ylaringiz turibdi deb uyga kelib aytib ketyapti. Subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo o'zi marhamat qilib zakotni kimga bersa bo'ladi deganda aytadiki, albatta sadaqalar faqirlar, miskinlar, unda ishlovchilar, qalblari unda ulfat qilinganlar, qullar, qarzdorlar, Allohning yo'lida va ibnus sabil bo'lgan, musofir bo'lganlarga uchundir. Alloh tomonidan farz qilingandir. Alloh o'ta bilguvchi va o'ta hikmat sohibi bo'lgan zotdir deb marhamat qiladi Tavba surasi 60-oyatda. Ushbu oyatda zikr qilinganlarga ko'ra faqirga, miskinga zakot bersa bo'lar ekan. Ibnus sabil yo'lda qolib ketganlarga ham zakot bersa bo'lar ekan. Qanaqasi? O'zi moddiy imkoni bor, sharoiti bor, lekin yo'lda qolib ketdi. Yeyishga, ichishga puli yo'q.
haqiqiy faqir holatga tushib qoldi, miskin holatga tushib qoldi. Bu insonga zakot bersa bo'ladi. Ha, bu odam Samarqandda qanaqangi tijoratlari bor yoki Samarqandda uy joyi boy, uy joyi bor, zakot beradigan odam deyilmas ekanda, bu odam qayerda turibdi? Orenburgda turibdi, misol uchun, Moskvada turibdi. Hech narsasiz, hech qavoqasiz qolib ketgan. Ibnus Sabil bu. Bersa bo'ladi. La ilaha illalloh. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Khuzha min aghniyaihim va radduha ila fuqaroihim." Musulmonlarning boylaridan zakotni oling. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabalga aytibdilar. Hadis sharif bu. Musulmonlarning boylaridan zakotni oling va ularning, ya'ni musulmonlarning faqirlariga bering deyaptilar. Shundan ma'lum bo'ladiki, zakot faqat musulmonlarga beriladi. Musulmon emasga zakot berib bo'lmaydi. Marhamat. Vallohu alam bis-savob.